Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, mevali ko'chatlar profilini kuzatib boruvchi do'stlar. Xudo xolasa 5-3 ekilgan gilos bog'imizda turibmiz. O'tgan yili avgust oyida bu gilos bog'imizni noto'g'ri sort ulangan, ekilganligi uchun payvand qilganmiz va bu hozir payvand qilgan joyimizdan уже kurtaklar yozishni boshladi. Mana ko'rib turibsizlar. Sweet Ariana gilosimiz payvand bo'lgan bu gilosimizga. Mana bitta daraxtga 3 dona payvand bo'lgan. 3 ta 4 ta har xil payvand bo'laveradi, shoxiga qarab. Nechta shoxi bo'lsa, shuncha payvand bo'laveradi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bemalol O'zbekiston barcha viloyatlariga borib, xizmatlarimizni qilib kelamiz inshaalloh. Mana bunisini ham ko'ramiz hozir. Bunisi ham 3 ta payvand bo'lgan va payvand bo'lgan joyini mana. Bu Sweet Ariana sorti. Hozirgi kunda eng yaxshi giloslardan biri, yangi chiqqan navlardan, o'zini o'zi changlatadi. Juda ham zo'r gilos, yirik, eksport bo'ladi. Bu orasiga 4ga 5ga 3 ekib turib, orasiga shaftoli, platrina shaftolisidan ekib chiqilgan. Platrinani biri. Iyun oyida pishadi xonim mana. Bunda ham 3 ta payvand bo'lgan va uchalasi ham mana ko'rib turibsizlar. Juda ham zo'r holatda ko'kargan. Buni endi bu yangi chiqqan shoxchalarni olib tashaladi va bunga bor quvvatini beradi. Buni may oyida zeleniy obrezkasini berib turib, tez mevaga kirish uchun bu bildan keyinga nasib bo'lsa meva olinadi inshaalloh. Bu juda ham tez mevaga kiradi. Bu sortlarimiz yangi navlar. Mana ko'rib turibsizlar, bu ham 3 ta payvand bo'lgan. Bunisi ham ko'kargan. Mana unisi ham mana ko'rib turibsizlar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta like, podpiskani bosib qo'yamiz do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, do'stlarga ulashib qo'yamiz videomizni. Bu yerda ichida mevali ko'chatlarimiz yetishtirilyapti mana. Ichidan ham daromad qilamiz bu yerimizni 60 sotga 20 dona. Sog' bo'linglar do'stlar.